Do'zaxda jazolanishsa, nega qabrda ham jazo bo'ladi? Bu savoling juda ham zaif. Savolni noto'g'ri berding. Nega ekan? Nega deganda iymon shubhasiz ishonchni talab qiladi. Senda chin iymon bo'lsa, bu senga hidoyat va tushuncha olib keladi. Qabr azobi Qur'onda ham, hadislarda ham bor. Buni yodda tutishing kerak. Bu mo'min musulmonning vazifasi qizim. Nega dinlar odamni qo'rqitadi? Senga o'xshagan juda ko'pini uchratganman. Ular dinga shubha bilan qarashadi. Hop, qabr azobi yo'qligini isbotlab beraman. Buni olib turganda. Batareykasi telefonikidan uzoqroqqa yetadi. Ilohiy qudratdan emas. Quvvat yopilib qolsa havo yetishmaydi. O'lishdan qo'rqyapsanmi? Robbing kim? Böyle olmaz derler. Onlar gibi düşünmedikçe çoban derler.